Мам, только вы мне не разрешаете. Все мои друзья в классе играют в Roblox 2 qizim. Hurmatli ota-onalar, Roblox o'yini bugungi kunda maktab yoshidagi bolalarning orasida juda ham mashhur bo'lyapti. Iltimos qilardim, sizlar ham farzandinglarning telefonini bir tekshirib ko'ringlar. Agar aynan shu o'yin bo'lsa, uni o'chirib tashlaylar. Chunki bu o'yinni o'ynayotgan bolalar juda ham jahldor, agressivniy, qaysar bo'lib qolayotgani kuzatilyapti. Bilasizlarmi, bu o'yin nima haqida ekan? U o'yinni ichida bo'layotgan narsalarni ko'rib, men prosta shok bo'ldim. Uni ichida 18+ mavzular ham bor. Mavzulari ham bor ekan, hattoki bu prosta bezobidniy o'yin emas ekan. Bolalarning psixikasini asraylar oyijonlar. Bitta men harakat qilganim bilan hech narsa o'zgarmaydi. Agar sizlar ham bolalarning telefonidan bu o'yinni o'chirib tashlasanglar, ularga bu o'yinni o'ynashga ruxsat bermasanglar, birgalikda harakat qilsak, qanaqadir natijaga erishamiz.